bir ish. Hozir organ salonimizni qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bog'larga erishish fursatingiz bor. Qara. Mesmiye. Ya dehşet kızgan yo'q qismlar. Bu qanchinchi sanbog' edi? 2020-yili. O'tirdiki bir sallat ya. 8-chi sanbog' deyman, ha. Chiqib Bekpayzo'ga shu vaqt ketdi. Shu işte bir içilib bir o'tirib baxmoqda bu programlarda. Rosa, oldingi necha salladimi? Yaxshi bo'lyapti-da, qizyapti-da. Lekin ma'nodagi chaqchaqchilar taklif qilinmadi. Shu. Dağlıq chaqchaqchilarni bir ekibni baxmoqda chaqirib baxamdiq ya. Ey, rost. Men sana cho'qim ishnimadigina. Bir chaqchaqchi ustozimizni sen cho'qim chaqirib eklaylaysa degina. Hem naq maydon biga ekansan, boshqa cho'lponlarni chaqirib shuma yashib bir qo'shal qodam chaqchaqib o'tamamda. Bunda degina o'lib, darhol telefon qilib hozir kel degil olmaydi. Hech Cevdet qanmaqo? Sen numar baqo? Ya telefon qila. Men o'rimchi kelibdi deb olgandim. Telefon qilib Cevdetga bilan yaxshi o'taman. Men bunda maslahatchiyim demaysan, maslahatchiyim desan qachidi? Yo'qda. Program deymi? Programma bor taka. Hamishdan bir qatnashib bersan, cho'qim yo'q demaydi. Baqa işte. Settramotigina. Baqa yapti. Sen yaqlamsan ya. Sen yaqlasan. Hammamda ikinci etse. Ve? Yaxşımı Nurali? Yaxshi, Cevdetga o'zingchi yaxshi tudingmi? Yaxshi o'zingchi? Yaxshi, nima qilsa? Men mayliq makashi judiyaninki biqinda tamoq yaptı. Bir to'y ishiyapti, shuni o'zaydim. Chaqchaqdim aka. Oldida shuncha yomon hayajon qilib tanjib qoldim nima? Ya aka. Ya munda gapdi aka, shu 6-qavatdagi bir chiqibni tushamsa ya. 6-qavatdagi? Ha. Sen berdigan bir narsa bor-da. 6-qavat chiqib tushamsa dedim, men bu yoqqa gaymayni chaqchaqchisiz. Ya, sen berdigan bir narsa bor-da, chiqiblam tushsan qanday bo'la? Vaqting yetamdi? Mayli, seni ol ko'rishib ketmasam qanday olib yo'q chiqqandiki. Voy islaka, unda chiqa aka. Ay, dentidan chiqiblam so'ldirab qarsang bir ish va kirsanglam bo'ldi aka. Ma'qul. Bo'ldi, seni bir asralashib ko'rishman qo'y. Ma'qul aka. Saqlaymiz hamsa. Ma'qul. Qanday qara? Juda chiqqan vaqtda o'zing keltirib biz gapni akab o'tirimiz, men so'rini boshlaymiz. Asal qildik. Unda bo'lsa bular Cevdetga bunda bir kuldigan yerlar kelib qolibdi-ku hamda. Ravurs bir ichilib, yelib bir kulayli. Tuyuqsizdan bir chaqirib qoldik, shunda bo'lsa-mi kayfiyatlarni jonlantirish uchun, ha. Xo'sh, unda qolsa 2022-yillik Munavvar doktor Cho'lpon keldi programmamizdan bugungi soniga taklif qilingan bizdan mehmonimiz bo'lsa, hammaga tunishliq, kelishgan chaqchaqchimiz desak, hargiz ortiq ketmaydi. Hammadan ko'rib baqqan bilimizga. Unda bo'lsa hammadan bir olqish sadolarimiz bilan sanimizga Cevdet Rəbqat qam təklif qılımız, marhamat! Ya bu pul çıkırış botağa çakar. Ey qalaylı. Şurasına yaman tuyuqsiz qanaqaraq. Allah yaxshi bo'lami? O'zinglar yaxshimi, salomatmi? Ya menda deb qo'ymamsa bu tayyorliklarni qilib kelmamdi qo'yaga. Ya shu mushum bo'ldi aka. Yomon emas-ku. General yang'ag'ana qilib tursa. Kiyimlar Yapmasak sepra bir yana bir program ishlab olamiz. Ya bo'ldimi, sen shunda yarishibdi mayliq sayat demeknik xodiklarda. Rahmat aka. Begninga qo'shildik aka biz Bunda qo'ysa emas, bunda bir tayyorliklarni qilib ancha-muncha badan qizitib degandek men tilni angma degan 20 ya beg'irlig'iz yutdim. Xo'sh aka, unda bo'lsa, bugun mana mush ekran oldidagi ko'rmalar uchun, tomoshabinlar uchun bir deb qo'ydiganlaring bo'lsa, hozir bir davosan aka. Unda yer bo'lsa, sizlar bunchalik go'zal sahnani ajratgandan keyin men sizlar uchun birdan xizmatinglarda bo'lmam, kuldirayman-da. Ha, albatta aka. Salam ekran oldidagi barliq ko'rmanlar, Kamini Cevdet Rəbqatdan hammanglarga mehrlik salom.
Nurali ukam bugungi Cho'lpon keldi programmasida sening bilan shundaqla mishadiki barliq qarindoshlar bilan ekran oldidagi barliq do'stlar bilan yuz ko'rishganligimdan shunda xush bo'ldik. Bo'libmi shu chaqchaqni sahnaga chiqib sizlar bilan yuz ko'rishib, Shinjongning janubi va shimolidagi barliq do'stlar bilan asralasam, men xush bo'laman emasmi? Siz xush bo'lsa deb turib chiqdim aka. O'zimizdan nima qiladi? Davsa qo'lchilik chaqchaqchilar deb mush atrofni peqirib yuriblar. Amaliyot turmushdimi be yumoristik qo'y aka. Shunda xo'p mushuk har bir gap turibni chaqchaqlam, kulkilar. Shoma qo'riqlarini qarab his qilib olib bo'lib qoch ketmay joyganligim ma dunyoga kelib. Men shu turib bizam o'ylayapman, bo'lib qolsa, ma qo'riq hamon ko'payib ketib boradi. Chaqchaq bilan birlashtirib bir ayak vakolatchi 100 choplaq sataymi. Sataymi deyman-ku. Umi bo'ladi Juma aka. Tijoratga yomon bo'lsa azaldan epon. Yomon. Ma chaqchaqmi shu tijoratdan bo'lyapti. Lekin ma bugam ishim yo'q Juma aka. Ma biz quruqlar. Ya unda demaycha ichilamay qoladi. Ya mayli ay quruq olsin bo'g'imiz elni kuldasam chavuga shu pulda qo'yildim. Mushkipa kerak aka. Ekranda ko'rmalarimiz, tomoshabinlarimiz men Javdat Islom yumor so'zlaydi, chaqchaq qiladi, chashmachaq qiladi, boshqalar kulki beg'ishlaydi deb menda bir obrazim aka. Mishada menchi bo'lsa ko'rmalarmi shuning taqozo bo'ladi. Deyilib baxmagan yep-yan yumorlar bo'lsa, bir ish kun so'zlab bergan aka, eng oldida kayfiyatni bir jonlantirib aytaylik. Küldürelisan, eğer biz külsek, oturup aklında almıştırsak mayli. Eğer küldüremsen, başkalar telefon kılmaz. Onda ayırırsa, benim bir şartım var. Kasten külvamay turup, külmüsanla çatak çıkıttım. Kasten dağ turuyla, uygu yerep, yamış kaşkırlıkla, yotkandan çıkırıp, yotkandan jitivet gider kesin. Bol isap, tabii bolumuz. Mening ma shartim bor da, sizlar tabii bo'lmasanlar men mumkin emas qo'y. Bo'ldi aka, tabii bolumuz chatay. Bo'ldi, hozir sen tuyuqsizmashda telefon qilib qolding qarab. Biz hamdaylik jamiyatda uya-buya maslahat joy to'y to'kin bu ishlar bilan yurimiz. Men bir yezda tug'ilib cho'ngildim-da. Hozir mash to'r taratqular haqiqatan kuchlanib ketdi. Nurg'ullig'am xalq bizning hurmatimizni, qimmatimizni qilib kelyapti. Mashunda bir qiziq gap chiqami degan ideyada bizni bir ko'chalarga ishlayapti. Endi bir kun dadam ashta men paran qilib qoldi. Balam, mash uyda bir kalvatdi, shuni olib bir sitvetgan bo'lsaq dedi. Bo'ladi deb men o'zim bir to'y oldirash mangan, yangi kiyipli malvazirg'ilik qalni yutlabdi kiribdi menda. Kirsam u oylandi, bu oylandi iliq qalning oraliq xaridorisi chiqmadi. Unda qarsam bir bal telefonnim daxliq qo'ltaq tiltatdi bu. Bu nima ish qilayotgandi deb. Ya ukam makla, sen nima bo'ldi dedi. Men qalni rasmga tortyapman desam, yo'q aka, shu sening bilan bir poch rasmga tushgan bo'ldi dedi. Ya shu deymansan menga. Desam, unda bo'lsa bo'ladi aka, bir poch shu olgan bo'lsam dedi. Bo'ladi deb aytatsam, unda ikkimizni kim tatib qo'yadi dedi. Akalig'i biri osh tatidi dedim shu. Vay menga vay. Sen ketdingmi? Men kulmadim. Men kulmadim. Meni kuldasan hesab aka. Hamiz kuldirasiz to'g'ri aka, hamiz kuldik. Men kulmadim, men bir nap berib. Managa men kulman. Managa rasulsan. Yana birni. Naqbash Nuraliga o'xshash birisi, bir maslahatchiga bor dedi. Biz G'uljining bir maslahatchiga borsak, Javdat keldi-ki, qisdan kulmanglar deb o'shaning bir yigit beshi. Buni usol qilamiz debdi-da. Shundan keyin berib iliq so'radi, bir qiqas yo'qon chaqchaq quvvatimi? Jumla to'xtab turadi, bir yumor qilib qo'y jumla deb yumor qilsammi jumla? Yeni keldim. Yeni kelsam kech soat 12 bilan bir odam telefon qildi. Javdatmi? deb o'tadi. Ha, men. deb o'tdim. Yo'q, guning olsa bolam nima ish qilding deydi. Ya aka men bu chaqchaq qilib bo'lgan bir ish bo'lmadi-ku deb aytatsam, hozirning oyoqqa uyda yotganni ishtivatgida kulyapti-da. So'randagi yigit peshidan qo'rqib, kulanma uyga kirib yotgandan chiqgan gapda. Biz yana bir daftar aytib xotirjam bo'layman. Ha, mayli. Bu oyilda ajoyib qiziq ishlar bo'ladi ekanda. Mening 7 yoshga kirgan bir qizim bor, bek aqlli, bek sagak zodi. Bir kun qizim bilan paranglashib o'tirib, qizim, maktabga olib qo'ydim, bilan sirib kirdingiz, yaxshi o'qiyapsizmi desam, yaxshi o'qiyapman dedi. Dedi, unda bo'lsa birga birini qo'shib nima chiqdi deb aytatsam, ikki chiqdi dedi. Xo'p, mening balam deb aytatsam, turib ketib, "Yan so'ranga dada" dedi. Ikki ishkini qo'shib deb aytatsam, "Ikki ishkinimi?" deb qarab turdi. "Jinim balam" deb men misol qilibdiman-da. Siz uyda opingiz bilan o'tirib tursangiz, men taladan bir balni yutlab ko'rsam, nima chiqdi desam, "Jidal chiqdi" dedi.
Man deydi. Man Sana balla bayramı diyor. Davuzaka rahmat. Rahmat. Chiqiblam. Shunda bir payzi qilib qo'ydi kayfiyatlarimizni. Kelsam bo'ldi aka. Shu mash kelana ishimiz shu. Birsin chaqir qo'ygan u kap bo'g'ich. Men maslahat chayga debdik, men ishga chiqib Ko'chaka ondan so'ng aldilar o'tirishni taklif etdik. Kilimdan? Endi rasmiy kilimiz. Sinoqda o'tdi aka, hisob o'rildi men. O'tdimmi ya? Uyda bo'ldi aka. Qanday aka o'zing yaxshi bo'ldi? Yaxshi turdingmi? Yaxshi. Programmalar ajoyib go'zal chiqyapti jumozat. Ko'ryapmiz aka. Ko'ryapmiz deydi. Kunda ko'ryapman zodi. Zodi mana shu opam dadamlar Nuralining programmasini qo'ygan deydi. Bo'ldi. Desam shu hozir ular u seni meningdan betar ko'rdigan bo'ldi. Sen üçün qızıb digine bir yadrandan qayıl emas. Ya qayıl bo'lma, endi qiziqga seni maqtagandan keyin otanam meni maqtamagandan keyin men ancha pulni berib turyapman-da. Shundan keyin o'tganda ashta Nuralining programmasi deydi. Opam dadam boshqasiga 500 mingni bersam, Nurali qargan sayani bo'lsa. Rahmat aka. Cho'nlar salomat bo'lsin. Rahmat. Mushu jiq ko'rimalar nuqtasidan hamda mush cho'lpan keldi desizlar. Bular yoshlarni chiqmaydi, pishmaganlarni chiqmaydi. Bu chiqqanlarning hammasi pishqan, peshqadam yo'lliq, ustoz yo'lliq. Bunda kishilarimiz chiqadigan, shunda kishilarning sahnasi deb biladi. Ta hozirgi shunda. Uning ustiga biz tanlab turib, his qilib turib, nar jihatlardan o'ylashib turib, chiqirayotgan aka bundan cho'qim xabarim bor deb o'ylayman. Ko'rimalar ma programmani ko'riblam, ballar o'ta ketibdi-da bular. deb o'ylab qolmasin deb cho'dirib davotim aka. Sen mo sağının bilan yeyishim bejing vaqt demayman. Rasla, sen mo aka javdat desa hozir hamma odamning qallasida tonilgan chaqchaqchi deb his qila oladi, biladi. Mushturqoni ko'z oldimiz keltira olamiz aka. Sinema qo'shayotgan to'kpan oz emas, ishlayotgan filmlarmi oz emas, e'lonlarmi oz emas. Hozir bunda qarasam pullaringmi oz emas. Men bu e'lon men ketib turib ishlayapman, masalan, o'sha mollaga yetib ishlayman. Bu juda chaqchaqchi desizlar, cho'qim ko'rib yuradigan odamlarda bir xato bir tushunchagimi bo'lib qoldi-ku ko'riman nuqtasidan. Bular shu shishi xaqa bilan o'tadi deb menda bir oddiy tafakkur qilib olgan kishilarmi oz emas shu. Shularga hozir bir javoban qilib, balliq vaqtlardan tortib ta hozirgacha mush taraqqiyot bosqichidagi qiyinchilik, o'tganlar va har qaysi bizga sir bo'lib saqlanib kelayotgan ish izlarini bir bilayli deb qoldik aka. Voy, buni so'rab bek yaxshi qilib qolding-ku, ajab qo'shib qoldim zodi. Meningmi shundaq bir go'zal shakllarda o'zimningki mana bolalikdagi arzu armonlarimni, bo'libmi buningdagi bosmoqchi bo'lgan go'zal g'oya planlarimni shunda degim botdi. Sizlar bilan bugun zodi shunda xush bo'ldim-da zodi. Unda maslahatchiga boshqa birisi berib Ya, yani onunla mesuliyet duygularım bilen barmen, men sizlar bilan birden berim. O pulni topmasam bo'lmaydi. Ya pul demas. Ha demek çoğunum a to'yga mesuliyet duygudu qarmasam men mushu kerak. Sen mesuliyetni vosita qilyapsan hozir. Yo'q, lekin naqsda puldasin. Ya pulda desam bo'lmaydi, ona qatnashmasam bo'lmaydi. Oshlarni chavuq bilan men mush texnik keldim deb o'ylayman ku. Yo'q, bizdan chavuqimizdan kiryapsan hozir. Sinema chiqarganlar qaytganda ajlarni o'lgidek tayoq yeb yana. Yana mana mayoq güzel bo'lib ketdi. Taqtirgansizlar ya o'zim uyimga kirib Güzel G'uljinoyesiniki Islomiy kentida bir dehqon oilasi tug'ildim-da. Bir oilada 4 farzand, shug'al bir qiz. Apam dadam dehqon. Bizningki oila muhit sharoitimi dadam paranchi odam, qiziqchi odamda. Bunday so'rinlar ma'murgan bilan oilada bo'lsin, do'qmishlarda bo'lsin yoki ko'chalarda 4 odamni bir kuldirib qo'ya oladigan bir xil isil fazilat kishi dadamma. Endi shu muhit cho'ng bo'ldim, endi o'zimda bir xil san'at turoq bor. Shu yillari shu maktabni yurtimda Islomizda boshlang'ich maktabni o'qidim, keyin to'liq o'zimniki yezliq to'liq o'rta maktabda o'qidim. Men 11-sinfni to'liq tugaganman. Shu xayr o'qiyapsan.
Şeyle okudum. Şu 11'ni to'liq bitkizib, shu bitkizgicha oraliqcha maktabning har turli kurjuklarida etot o'ynaydim. Etot o'ynaydim. Keyin 2004-yil Şinjan San'at Şuyandan diktor va riyosatchilikdan qog'ozim kelib qoldi qara. Qog'ozim kelib shu mezgilda akam bilan hadamniki shu oliy maktabda o'qiyotgan mezgildir. Yilliga 7000 qo'yga qarab bu maktabni o'qamay qoldim. Endi o'zimma bir xil tirishchanroq bir ishlarga qarsam opam dadam azroq qiynab qo'ydiga o'xshaymi. To'xta, boshqa bir ishlarni qilayjimi deb. Shunda o'qig'im bor. Ya'ni yurakdikin dalamas, o'zingga endi bo'lmagan ekan. Oilaga qaytib bu dehqonchilik bu ishlar bilan shug'ullandim. Akam hadam o'qidi, inimni keyindan inimni mana men o'qitdim-da o'zim. Tirishchanlik qilib o'zim yeyab ishildim. Bek jafo chekdim. Menda aytganda biz dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanamiz. Dadam shu gapni qildi-ku, "Balam, sen bir gapni qilib qo'yay. Mush ishlab qo'ling qadoq bo'lsa bo'ldi ekan, tizing yaromsin juma" deb qo'ydi dadam. Shu gapi esimda va dehqonchilik bu ishlarni qilamiz. Uningdan keyin mushu chaqchaqchilarniki chaqchaqlarga kichigimdan tortib qiziqatdim. Biroq qurmish chaqchaqlarni ko'ratdim. Keyin o'zim shu chaqchaqlarni ko'rish orqali o'zimning yutidiki, bir sarada ancha chaqchaqlarni qildim. Voy palonchiyadan ashtaq chaqchaqchilarni akapti, masalan Ahmadjonni, Yibilarni akapti desa, so'ringa kirma, ammo kirib ular chaqchaq qilsa, malkilar dara-darasi beshimni ichiga tiqib olmanda, Allohning tayg'i yomanda. Chaqtaqlar. Shuningdan keyin ularning chaqchaqlarini tinglab yurdim. 2008-yili G'uljinoyisida ashtaqamda cho'ng oldik. Bir og'inamning to'y marakasi bo'ldi. U og'inam malikaga vaqtlarda men soz chalgan bo'ldi. Malda u bolaning ashtaq palonchining uyi to'y oldi ketdi. Ashtaq kigizlarni yeyishib, saylarni to'shib, men angmi deganda bir ishki yumruq taklif qilib qo'ydi deyman. Yurakda shu o'tib ekanda. Shundan keyin bo'ldi deb og'in bolalar bilan tanishdik. 2008 bu Jeleznoyda to'yni qilib chiqsam, ashaning bir yerlik bir chaqchaqchilar bor ekan. Noyatlab chiqdim shu mezgilda. Yerlik chaqchaqchilar bor ekan, so'rinni bular bir aylantirib kelyaptim, daxlib qarg'inimni bilma. Ikkisi ilgirkin o'xshatdi meni. To'xtabdi, ma'dagi gumpamni bir chiqirib qaytma deb ikkisiga hujumga o'tdim bu yerda. Qiqas cho'qqan chiqib ketdi. Shundan keyin bu yerda bular amdaylikqa G'uljida haqiqatan bir chaqchiqni yaxshi ko'rsa, ahamiyat shunda olib ketdi. Bir hurmatimizni qilib qo'ydigan ishlar bor-ku. Pul degan o'rib ketdi zodi. Sen o'ylagandek ish oldi-da. Turib o'ylamash mazzacha 2 kun davomlashchi deb. Hisob qilib. Shundan keyin u yerda mazzacha chiroyli tugatdik. Voy, yaxshi baram qilsan kerak boshladi dedim. Kashqurlik qaytdik. 750 so'mdek pulni o'rib qo'ydik. Qara, u vaqtlarda 20 kunligimiz ishlaydigan vaqt. 750 kun chang'i tutib shu kuni ashib qo'lam tagiga uxlab qoldim. Shundan keyin o'zim yurtga qaytib keldim. Qaytib kelib, yana dehqonchilik bu ishlar bilan yurdim. İşlerini aldılar, demişler bir maşallah aylandı da, jügrab çıksam aylandırıp olay degen de ketdi de. Demekçi men çaqağını kelgan maşinada. O xalqlarning mashinalariga aylandırıp olay deb men yo'q mashinlarga. Yana 2010-yilgacha shu yana Jeleznoye atrofida go'zal G'uljinoyesiniki. Shu o'zimniki yezlarda chaqchaq yurdim. Chaqchaq qilib, undan keyin 2010-yili G'ulj shahri ichiga ib kirdi meni bir to'yga. Yana san'atkorlar. G'ulj shahri ichiga ib kirgandan bu yerda nurg'ulg'an ustoz chaqchaqchilarni ko'rdim, tanishdim, shular bilan asralashdim. Endi ular bilan so'rovlarni qilib, men tunji qitim ta'sir ko'rsatgan chaqchaqchilar shu G'uljidagi Yibi akam bo'ldi-da. Yibi akam ism fazilatli kishi bu. Bu Yibi akamning chashim chaqchaq qilishi, men endi yumor so'zlaymayman odatda. Chashim chaqchaq. Endi buni bir tug'ilishimizdan tortib, sen yumorchol, sen chashim chaqchaqchol deydigan ish yo'q, ammo inkas shunga ko'nib qoldi-da. Shundan keyin kim bokilarimiz bilan chaqchaq qildik. Undan keyin chaqchaqning jamiyatda ba'zi bir kishilar bilan ko'rishdik, ham suhbatlashdik. O'yinda shu men chaqchaq yo'lim shuning bilan boshlangan. 2010 G'ulj shahri. Qachon oxirlash? 2010 G'ulj shahri kirgandan keyin G'ulj shahri ichida chaqchaq yurdim. Bu faoliyat, bu ishlarga chaqirdi, qatnashima. Ammo o'zimning bir go'zal bir orzu armonlarim bor-da, shunda bir sehillarda bir chaqchaq qilgan bo'lsa, shunda bir deb bag'an sir odam bir xil yo'l mangan sir kengaygandek shunda bir go'zal bir ishlarni o'ylag'is keldi-ki odamning. Keyin 2012-yili G'ulj shahridagi bizningki madaniyat bu ishlarni taqdiyotgan bir akimiz va Adil deb o'z oblast drama so'limiga ishlar Adil Ayub akimiz shu oyda bir sahnaga meni o'ziniki restoranni achiq deb achiq shu yerda yumor qilib baq dedi. O so'rindagi ish bilan sahna o'xshamaydi ekan dedi. Shundan keyin bu yerda 3 kunlik o'yin qo'yib berdik. Naqshchilarni akapti sahnaga chiqib yumor so'zildim. Shunda yaxshi olqishlarga erishdim.
Keyin yana shu sorun bu ishlar bilan judim. Undan keyin G'uljinoyninki faoliyatlari bo'lsin, Ila televiziya stansiyasining faoliyatlari bo'lsin, asta-asta chaqadi meni. Chaqirib 2018-yili Ila radio televiziya stansiyasining boshlig'i telefon qildi. İşte Cavdatmi dedi, ha deb aytsam, bizning Ila radio televiziya stansiyasining shatliq to'lgan 60 minut deb bir programmasi bor. Shu programmaga riyosatchilik qilib bergan bo'lsam dedi. 60 minut hammasiga. 60 minutning hammasiga. Şuna qatnaşdım shatliq to'lgan 60 minutga. Bu kirib hamda bu yerda kunda 1 soat bu yerda chaqchaq qilib birsa dedi-da bu odam. Meni bilan ishlaydigan bir kasbdosh qiz bor, Zumrat deb. U qiz ashu radio stansiyasida ishlayotgan muqim riyosatchi qiz. Bu ikkimiz riyosatchilik qilmizda, o qiz shunga chaqchaq qiling dedi. Bu chaqchaq qilingiz bu darov chiqmaydi, bu siz chiqdiga oyoqmay umsa bu. Shundan lekin bo'lib deb yumurlarni qilib baxtim. Qarasam bu programma kundan kunga yaxshi bo'lyapti. 10 kundan keyin salonimda qarsak, salon xat keldi. Kanalda tabir yumurlarni atla, bir naqsha 50 kişi litlisi gap yo'q. Men yumurni 5 kun so'zlab qo'ysam, konopda deb o'zim to'xtab turib bir tirish ayımı deb. Mush xalq arasidagi san'atchilarni akeldim-ku. Oylik mashim 2000 qo'y. Xalq arasidagi san'atchilarni u programma shu Beijing vaqti soat 4 dan 5 gacha bo'lgan programda. Shundan keyin xalq arasidagi san'atchilarni akilib bu programma qatnashtirma. Yetidi kundan kun bu avj chiqdi to'xtabdi deb mush bizning G'uljidima sirtdan kelgan artistlar va masalan sizlardeklar sayohat qilib boradi. Ba'zi bir naqshchilarni restoranlar taklif qilib olib o programmaga men telefon qilaman-da, işte ishda desam, nurg'ulg'on san'atkorlar kirpadi qara. Keyin shu qiz ikkimiz Kansayda san'atchi saqlaydigan bo'ldik. Bizdan men yer saqlagandek normal saqlagandek. Kansayda qancha kun bo'ldi ekan men turarqida qachon telefon qilib Men jilatliganda tutmaydi, jigarda qarsam bir nimning purug'i bor. Fotorejon paketiga kirib baqay debchi. Shu programma qatnashib, oyinda u programmani ishildoq hamda ishlab bara yaxshi bo'ldi keyin. Mo'minjon Ablekim akamiz G'uljiga borgan vaqtida radio stansiyasiga akirmoqchi bo'ldim. Radio stansiyasiga ba'zilar deydi ekanda, ba'zi bir xizmatdoshlar Javodat akiramaydi buni. Akiramaydi bilan Mo'minjon akamni akirdik. Akirib shu qitimni anglash qitim sana haqiqatan yuqurib ketdi qarabniki. Lekin bir kun radio stansiyasining boshlig'i Ufkada aytmasam qatnashni ishlab boqamsan dedi. Men Saradan kirib o'taman da bu shaharga. O'zimning malistim uyga davxonga o'tmiz boramaydi. Qatnashni ishlayjimda shunga qatnashni ishlaganda telefonni qabul qilmizda. Yaxshimisiz telefoningiz bo'landi. 3 soat 12 kilolar ulan. Voy yaxshi Javdatma. Ma u palanch yo'llar o'chiq dedi. Rahmat, ma'qul salomat bo'ling. Yaxshimisiz Javdat? Voy yaxshimisiz? Mana Qustanch yo'llar o'chiq dedi. Birisi meni soz qildimi, uni uqmayman. Mana G'uljining eng chat bir men uqmaydigan bir yaning ismini dedi. Yaxshimisiz Javdat dedi. Yaxshi. Haqiqatan so'zlang deb aytdim. Men ma'luqi G'ulsharninki, palanchiyaninki Qustanchiga kirib qolgandim, qonda o'ylanib chiqib ketaman dedi bu. Dedi shundan keyin nim deyishimni qo'y. Men nereden bilmay. Shakirgin 2 yil bo'ldi, bu yerdan nereden bilmay. Şundan keyin men onu riyosatchilik qilgan qiz boshliq o'ltirdi seni deb aytdi. Voy nim bo'ldi? Desam, o'ytagimda men nereden bilmay shakirgin 2 yil bo'ldi deysan deb aytdi. Ya men nereden bilmay dedim. Shundan keyin radio stansiyasining boshliq kashqurlik chaqirib chiqqansa, grafikamda nima? Desam, "Ya bu men nereden bilmay degan bir gapmi?" deb aytdi dedi bu. Voy aka uqmay qaptimi, ola mendan so'rab men qanda u yer radio stansiyasi yo'lsiz ayma u yerda. Shu gapni qildim-da. Desam, u boshliq Ertandan tortib radioniki qatnashni ishlar dedi. Bu nim bo'ldi akasam bugun 50 ta shopir telefon qildi. Javdat ishilso'dga yomon payzor dedi. Bu yer radio stansiyasi ishlab ketdim qara. 2018-yil 4-oyda kirdim. 11-oy kelgan vaqtida o'shaning birinchi qo'l boshlig'i Liozon men ishlat berdi qara. Oblast ishlat yurib sen meshaga bizga haqiqatan kuch berdi. Ishlagan dedi. O shatliq to'lgan 60 minutniki tekstini men yozdim deyman. Beshi qo'ygandan deydi sizlar Urumchi pianto debsizlar. Oshni men yozdim. Kunda bizga hamrodir shatliq, kundan kuniga bo'ladi jonliq. Biz so'yimiz ona vatanni kelgusimiz bo'ladi shalliq. Kunda bizga hamrodir shatliq. Gaplarimiz bir-biridan tatliq. Biz so'yimiz ona vatanni kelgusimiz bo'ladi shalliq deb men bir ishga kublet naqsh yozgandan keyin buni qo'ydi da qo'yib qas undan keyin to'xtatib bu yerda ishlamsa dedi. Ishlagandan keyin undan keyin 2019-yili Urumchiga Okean televiziyasining choyxona paranglari taklif qildi.
Shu keyin boshliqida boshlab, endi men mushtaq Urumchini chaqirib atdi, endi bo'lsa bo'lsin, men Juqriyaga bir berib ishlab boqay. Undan qaytib kelsam, G'uljiniki har qanday ishlar olsa men ba, sen bo'ladi dedi, shundan keyin choyxona bilanlarga kelib, ay Allah, choy qo'y. Aydarda choy qo'yib ubuq ishildik. Bu yerda işte bir şirketning faoliyat olib kelib, meni chaqchaqni boshlanglar deydi. Ayaqmay zade vachidil siqdi, vachidil chiqimiz. To'xtanglar deydi, to'xtaymizda. Rejissor qiz shundan keyin Javdat deb boshladi. Bugun ma halran şirketining işte bir faoliyat Şun qiqqas yo'qan chaqchani qiqqas qilinjimi ular xotirjam qiqqas qilinglar kallasida. Ma qanda qiladi ideya yo'q. Biz ham zerkib turadi maraliqda bir qiz vakolachilar so'z qiling dedi. Men janobli qizga qo'liga mikrofonni olib, men Holran shirkatiga kirgandan tortib 2017-yili 5 gram oltin uzuk oldim, 2018-yili 30 gram oltin toj oldim, 2019-yilga kelgan setish nuqtamni yuqori balda ko'tirib deb turishig'lar. Men rejissor vaqt makilga qizga deb qo'ygan siz Verip aqız bilan kilo sonni demison bu yerda. Va degan Shinjon televiziya stansiyasi qo'yilgan programmasi DVD shunkin bo'ladi deb aqızni qishib berib, og'alaringizdan hammasini kilo sonni to'liq desin deydi dedi. Desam shunday qiz bo'ldi dedi, boshlanglar dedi. Joyimda o'tirma. Qiz parang qilib qoldi. Vakolatchi qiz qo'liga mikrofonni olib. Men 2017-yili bu shirkatga vakolatchi bo'lib kirgandan tortib, setish nuqtamni yuqori balda ko'tarib 5 gramlik oltin uzuk oldim. 2018-yili 20 gramlik oltin toj oldim. 2019-yilga kelgan setish nuqtamni yuqori balda ko'tarib 1 tonna 300 kilodan kichik mashina oldim. Shunda qilib shelar ishlab ketdim Qaranurali. İşlab, ondan keyin G'uljiga qaytib keldim. Ya'ni elning ichida chaqchaq yurdim. Endi Urumchida bevos yurgan olmaydi-ki, bizni chaqirdigan yurtlar bek ko'p. Qarmay, Xotan, Qashqa, Urumchi bu yerlarda. Endi shunga endi erkin uçib yurdi-da. Qarmayning balari Javda Shingir deb laqam qo'yib qo'ydi. Urumchida xotirjam yuramdan akamda. Urumchida shunda xotirjam oldu. Urumchida xotirjam yuratdim. Qarsam, ya'ni bu chaqchaqninki asli mohiyati ilidan taraqqiy qilgandan keyin Hem birisi ya ata-anam var, özümün turmuşum var, davrdaş, kasbdaşlarım var. Şu yerde yani şu teklif bilen kilovatım. Hem de şu 2021-yili G'uljida Chaqchaq Sakinda degan programmani Arapat inim bilan birlashib, G'ulji tasavvur madaniyat shirkatidagi inim bilan birlashib ishildik 24 sonni. Buni ishlash jarayonida buningki bosh planlovchisi o'zim. Iladiki butun chaqchaqchilarni yig'ib, chaqchaqchilar ma'ni ular parlab ekilib xalqqa oz bo'lsin ish qilib xo'shallik ato qildik deb o'ylayman. Yo'q, tilg'i og'ichilik yo'q, mashinchilik ishlayman. O'tganda qarsam mehmon keldi deb bir narsa chiqarib o'tgansa, nima do'ramchilik qilman joda qilgan. Sen kichik mazgillar va mehmon keldan biz ishlagan mazgillar. Bu degani 2019-yilda ishlar G'uljida qarsak mehmon kelaverdi G'uljiga. Cho'lpon keldini utuliq ko'ratman dedi aka. Nechinchi yildan boshlab qo'yilgan? Cho'lpon keldini 2019dan tortib ko'ryapman. 2017 ko'midim. 2017 ko'midim. U mazgillar bizning bozor bek aldirash mazgillar. Sayliq restoran yumur so'zlarga vaqti boshlab qo'yganman buni. Yaxshimda qaymagan gapman. Yo, rost shu vaqt sen bek kichikdan akaman boshlab. Qo'shaka chaqchaq qilishdik. So'ramoqchi bo'lgan yana bir savolim bor meniki. Burun bir VCD plastinkalar moda bo'lgan vaqtlarda, davrlarda G'ulji chaqchaq plastinkasi deb başta bir plastinkalar bo'ldi. Lekin ovozlar o'lchamlik holda ovozga elinmagan bo'lganligi uchun, faqat apparat qilam bevosita kirgan ovozlar bo'lganligi uchun bizda shovqin ovozlar bor. Ba'zan gaplarni aniq anglag'ili bo'ldi-yu, ba'zan gaplarni aniq anglag'ili olmaydi. Albatta bu chaqchaq so'rini degan naq maydonda paydo bo'ldi. Naq maydonda. Ekran chiqqandan keyin u nechasi ketdi. Shunda aka. Masalan, hozir bugun kayfiyatimiz shunda yaxshi bo'yatdi, shunda qizg'in holatda kulgilik bo'yatdi. Balkim ekran chiqqan vaqtda yana bir 10-20% besilib ketishi mumkin. O'shda bo'lib ketami? Ya, men ko'tarishga tirishma. Bu 1.70 Javdatni 1.20 qilib chiqyapti. Lekin jiq vaqtlarda aka biz ko'rgan vaqtimizda bir eg'izga qildi. Yana bir eg'izga qildi. Mushunda holatda bo'ladi. Masina madonzoran 3 kuniga o'xshaydi. Qaysi bir deyni ko'rsam naq mushta qo'yib tutgansiz. Men o'zimmi ya xalqmi? Xalq so'zlar otdi sen mushunda. Lag'ishadigan bo'ladi.
Demek aka her bir yığız gapta bir vatpaço ya da külkiler var. Bazen adamlarga nisbatan saxtılık buluşı mümkün deb o'ylab oladigan bir qism ko'rmalarimiz yo'q emas. Balkim deyishib o'ylab o'zini odamlar nima deb kuladigan, amaliyot unchalik kulkilik gap emas-ku bu deb o'ylab oladigan ko'rmalarimiz yo'q emas demakchi. Shu ko'rmalarniki nuqsizdan turib men ma'sulim so'raatime, yetkazatime. Shuningga qanday qaraysiz aka? Sen maş gap to'shaydiganda boshqa şey yo'q. Chaqchaqniki ilidi bu barliq keldi-ku. Endi bu ilidi barliq keldi degan gap bo'yliqi tosh tushgan yerda azizda. Shu yurtda shu tarqilyotdi. Bo'libmi endi jamiyatda chaqchaq tadrijiy boshqa kishilarimiz buni his qilyotdi. Hatto her millet qeyrindoshlar bu chaqchaqqa qiziqdi. Hamda hammamiz bilamiz chaqchaq mamlakatlik g'ayri moddiy madaniyat meroslari kirgizildi bu. Shu mezgillarda hamda yibikamlar, yesam cho'nglarlarimiz chaqchaq qilayotgan mezgillarda u plastinkalar ilinmagan bo'lishi mumkin. Ne güzel so'rovlar, ne güzel gaplar xalq ichida tarqaldi. Yesamkam anda degan, yesamkam anda degan deb. Endi bu chaqchaqniki asli moyiti bir odamni hargiz kamsitish, tushirish emas-ku. Bu chaqchaq to'g'riliq nurg'ulg'an ta'lim tarbiyalarni bizamning yurtida Farhod deb bir akam bor. Bu akamiz bizniki jamiyat mo'tibiri. Bu odamlar shunda hurmat sazovor kishilar. Yana birisi Urumchidan Ablat Abdurahim akamiz menga jiq ta'lim tarbiyani qilib turdi madaniyat bo'stonidagi. Bular nima deydi deganda, shu yurtdagi Farhod degan akamiz menga chaqchaqni 3 turlik odamga qilma deydi. Birinchisi miyib qilma deydi. Ikkinchisi yo'qsizlik qilma deydi. Uchinchisi musofirlik qilma deydi. Endi demoqchi bo'lgan gap bu xalq ichida tarqalgan gaplar. Sirtdan bir odam g'uljiq o'ynab kelsa, uni o'qish-to'sh u bo'lsa, damalliqqa bir xillik beabis qilib qoldi ekan-ku. Uni amalva bir qilib ko'tirib o'qishdi. Endi bu chaqchaqni ko'tirish, tushirish emas. Bir xillik ani madhiyalab, "Voy, mana g'uljiq kelibsiz, aytlik men anda qilay, voy aytlik menda bir dasturxon salay" degan asosida. Endi uni "Voy, g'uljiq kelibsiz, aytlik sizni xotirga salayjimi?" desak, u kulmaydi. "Voy, g'uljiq kelibsiz, aytlik sizni yaxshi bir tangliga salayjimi? Ay, ila daryasi tozza ash xaymiringiz bu ketkichi uzvilang deb biz majbursan." Bir özüm xo'shib qoldi. Ablatkamning bir gapi bor. Ili chaqchig'i sog'lom bo'lganda sifatli bo'ldi, sifatli bo'lganda abadiy bo'ldi deb shu gapni qilgan. Shunga chaqchaqni sifatli qilinglar deydi. Endi iliniki chaqchaqchilari so'rinda chaqchaq qilganda ona bilan ma keltirgan vaqtida damalliqqa ana xalq darrov tushunalaydi-ku buni. Tushunib deb naq maydonda chaqchaqchiga o'xshash inkas bo'lib ketadigan bu ilinlikdi-ku. Hamda ma'u bizning janub tarafdagi qarindoshlarimiz bu chaqchaqni hamda salon, to'rbatlardan ko'rib, masalan, Ro'zaxon og'aynimiz milliard sahnasini ib chiqqandan keyin xalq yana chaqchaqqa boshqacha bir xil ko'z qarashda bo'ldi. Manda bir go'zal tilkan bu deb. Men chaqchaq sahndan ib chiqqandan keyin buni nurg'ulg'an chaqchaqchilarni ko'rish orqali bu chaqchaqning go'zal moyiti so'rin emas, chaqchaq sahndan go'zalga dedi. Hergiz keraklikda u iliqmanda va aytib quruq urush emas. Aslında bir muhabbet bor, bir sevgi bor deb o'ylayman eli chaqchaqda. Chiqib bugun bir kun o'shirgan eng fasohatli kepam shu. Men odatda cho'mak pul o'rmagan joy so'rinda dekcha tashda gap qildim. İçiltemi trosun dedi. İçilmez zaten. Men bu bunda qarab buna içilg'ayri kirtoshib olibdi degan. Onda olsa programmamizningki muqim so'rilgan bir 8 savoli bor. Birinchi savol. Sen bo'yli qancha yosh? Qizlar ishinde bas ular. Men bir yil 37 kirdim. Voy manga. Tankamiz go. Ya bu qo'rqon ko'rib 47 deb aka deb sapti. Men qo'rqmayman. Men sana o'xshamay chiroyim tosh bog'lab oldi keyin tosh. Ondan keyingiseka. Sen to'y qilganmi yoki bo'ytaqmi yoki qancha balang bor? Men to'y qilgan bir balam bor. Qachon to'y qilgan? 2012'si. Kim bilan? Oyalim bilan. Kim bu? Men bu Javdat G'ulji'da bir erni olib chiqib ketdi degan. Kim o mesela yengemning ismi, balalarning ismi? Yengemning ismi Manzira. O'z soyatlarga chiqmaydi ismi Manzira ana. Qizimning ismi Dilnaz. Dilnaz. Bir keltirak. Qizim bek aqlli cho'ng'otdi zaten. Chaqchaqchi olaymi keldi deydi. Ya balam, xudo shu kun men bilan kessin deydi. So'ri o'ynagan. G'uljidan chiqqan tinch ayol chaqchaqchi. Köstəyimsin Cumaka, köstəyimsin. Əmmələrə salamatliklər olsun. Rəhmət.
Unda bo'lsa ama keyingisi sel chatag'roq. Ha. Sening xo'shang yo'q chaqchaqchilar kim o? Endi buni so'rab qoldim. Bu chaqchaq duoga mendaq kelibchimi? Endi mana rostni gapni qilay. Buningdayliqningda xo'sh yo'q desak, bu hamonim pushirishib qoldi ekanmi? Shu xo'sham bormiz. Kaplı gömeydi dikne bana. Ras, endi uni bilan palonchi deb biray desam, yomayr mayda qaytqandiki yana o'tirib qoldi ekan. Su ketida taş qaldi degani. Degan yo'q. Yo, unda ish yo'q. Bosh harfi nima? Unda adam yo'qchimi? Men hammasini yaxshi ko'raman. Bulan bek hurmat qildik meni. Nimaga deganda men ancha-muncha programmalar bilan chaqirib olma. Bulan men tillasam bulan shunday jug'aysadi. Oldin a'lochi o'quvchilardek shurdamiz. Onda az keyinsek ha. Sen tamak yetişini bilemsen, uyda adeti 40 kat yürüyüş degende sen o'zing qilasan. Men unda qilsam meni oyalim bizning uydagilarni davka. Mana rost javobni beray. Men tamoq yetishni uqmayman qira. Men eng qiqas etib etadiganim, mana shu ekran oldidagi do'stlar bo'lsin, mishadagi tomoshabinlar bo'lsin, bo'lsa etgancha qiqas payzim bor. Ammo boshqa vaqtda bo'lsa rost etgancha ichib holsizni cho'qim o'lib ketishim mumkin. Bundan itemeyse falan tamam. Tomoqni itamayman. 40 katlardan cum. Voy, gaplarni qilmagan ha. Hozir shu yerdan Yo'q, 40 kat deganim jumayman. O'shda men etmasa. Uni ma'nim deysa yo'q. Ondan keyinsek naq maydonda hammaylanga qiqas chaqchaq qilib ayağımı sıkkandek. Benim üzgür perdemizden bile. Hammaylarni shu bir keltirib bersa. Kimlarni? Mishat o'tag'an tomoshabinlarni. Voy, qiziqgansa bu xonim qizlarni bu yer chaqchaq qilib qo'ysak, ko'nglimiz kelmaydi-ku. Bu chaqchaq-ku. Bularning ko'ngli kelmaydi deb qo'yib, mening ko'nglim keladi. Davud sen qalding. Bular nima degan o'ldi? Ya bo'ldi, men Validdan boshlasam bo'ldi. Roza qo'shib boshla. Bir ko'chirishgan men kim? Vali bilan bo'lsa men ko'rdim bir nakir qarxotin o'ynaydi. Xotin qilog'im bor. Valid ko'ra. Men kiraman, sen ma'obdan talishmaydi. Vali ishkinlar bilan tugitdilar. Javdat Urumchil qiqasi ichilib bir erni o'rib turibdi. O Vali nima ish qilma, Vali Sinan nori sojinni baqamaydi. O Vali nakasa mebikam bermasam bo'ldi. Urumchil bir yozach yishdim qotga beqolar. Valini endi adam chuchun adam. Valini qiynotisida o'tiradi. Ki o'g'limni yiqarliqdan ko'ray deb keldim. Nechada ishlaydigan odammi yo? Kelgan cho'lponni tuvanda ko'tirib chiqadigan odam emas. Bizdeki Enverci efendim. Enverci efendim. Bizdeki muşu Munevver doktor Marks'niki vakaletsi. Ve ben de bu adamın ma üyebiyedelik nanda kimda bilqi kimda muhacid adam. Nereye qarab bunda deb qoldim? Qalb qarmamsa opqirdak tusaman. Men teqiliq angiz ochgan chaqchaqchilarga long qo'yqolsa. Dehşet yo'q odam kim bu? Urumchilar egiz binolarni derazasini surishsin bo'ldi. Boshqalarda 30 kishi o'sib bu odam 70 kishi. Ya qo'lim qo'shnilarni g'ojla boshladi. Ben mademdek tishim bo'lsa Urumchi do'g'atchilik qilaman. Vali qinatida tutib sevjimi? Qinatini oldi qo'qib qinanani keyingi debayib qo'ydi. Voy mana yengimiz. Mana Anvarkamdan ayoli. Ha, Anvarkamdan ayol olamda. Ha, o'sha Anvarkam bil qo'rqmay uy tutib o'tirdi.
azroq pul xarjlab Anvar akamning beshini keyinga peqirtib. Ma Anvar akam kalk bilan kichik bolani akib qolsa akir ketadi. Voy jinim bolam, habbadis yo'q. Anvar akam nima ish qilsiz o'zingiz? Tijorat qilsiz? Tijoratchi odam bu yerda o'qiyapman. Bugun mening tijoratim bo'ladigan yer bu. Siz tijorat qilmadingmi? Meshada o'tiryapman. Abi benim de keltirdik desem şu ticaretim tam. Siz mi çaqchaq qiladingizmi? Jut qayerda? Ko'rildi. Unda chaqchaqning daylisini beraymi? Evet. Uygulardık çakçaksız doğandığını koruduk çakçaklarının delisi yoktu. Ama bermez, alamadınız. Sen şəhət götürüb жүрməmsiz. Üçüncü ola kalpikini götürüb жүрgədim. Bolsa ürümçiler ticaret kılma demek koruldu yüzsünüz buludu. Ma ağzınız ne kısa da aşırı vakı akaylıqı. Neşip sıkıdıgan bu ülke. Raz. Manda sizde kişi adamlar olcu o duyardı. Bolsa yeniniz kendimiz bilen birleşip toy tökün sevzi kırın. Şunda çıraylık oturdu deyman ko. Kolu quvasıdığan mərgi işlər. Sizler qadağıraq bu atsız. Sizler özünüz yanınız 6 ay 5 ay oturaq yerdə. Ya öydikilərin orada kəkəmi ya. Bəh medirlab ketməğə qosaqdiki bal çüp ketməz. Siz mi ticaret kılamsız? Ya ötket berip Cavdat vakada kırgan. Ya mındaq közünüzge layıqlılaş orunda görünüyor. Ya ma yeniniz kişki adamını koldan çıkıramı akılsın. Neme degen altın bu adlarındaki zaten. Öyle kotanlık baştaş dukallar daqlı. Siz çok yollarınız buzulu atamda. Ya biraz çaqşığım aldığınız tüge kaldı. Sizim şunda yarışıptı bana zaten. Kim belli ki botak adamda. Siz qadağıraq bu atsız. Çırayınız qarsam için işlaq naqş etib. Etlisanız şunda yarışıptı, lekin çırayınız çortlaşmaptı. Külgünüz vatdı, işçinizden bir statu ilpardı. Siz qadağıraq bu atsız. Ay, akımızın balısı emas lan. Ya sizlerden məhsulatası qetib birdiğen balımı yaptı. Ay, akımızdan qeşdi. İsminiz neymi təkə? Anvar. Anvar dep, hə? Anvar. Sizden üçün Anvar qoyulun, ha? Abdurrahman. Anvar akamdan qeşdi otasınız. Oruq semiz çaşqallar. Çolpan keldik kesek bayı olamayımız cümar. Ya dikillikten başka bir şey yok. Siz meni jursiz qo'y. Bo'lsa, ya jami ko'p sonda satamiz deyashim. Unda ala niyaga qilib siz oyoq qarab o'tirmang. Ha, Javdatning qutulsa oqboz otim bilan o'tiribdi. Siz uyabiyat ashta bir ratilsangizmi? Bizning g'o'lji ishki bino ashta o'rlik etgan tishlayapsiz. Qaqsangiz bo'ldi ekan, siz ancha-muncha bir yiqilgan bir nimani yo'lab deganda. G'o'ljiga ketaymi yo, bekam bo'ytaq ashni yo'lab yuradi. Anvar aka qanday qara? Yaxshi-da? Güzel adam ekansiz Juma aka. Ras. Mash odamga yarg'andek. Razı to'y qildingizmi? To'yga ketganmi yo? Ha, Abduvali qanday qara? Ben yaxshi. Ha, ishxonasi yo'q bir kadrda ko'tardi.
Mağap kalayım abi olmuşlar. Bu özgü hoşuma oldu. Çaş deganni tishlab daraxt barcha opildi. Sen ma galstukmi yarışıptı. Bu bunu evitib budak sandaylik tiling sangilib ishlar. Mariya sen haqiqatan zada o'zining vijdoni bilan ishlaydi. Hozir maqrab kanallarda ko'tadilar. Makinasi kimdak. Shunda yarışibsa kostyum o'tibsa kostyum kiyib zada. Uyingda qulib yo'q odamlar. Aşiretmekle koymayım cuma basan. Qo'ymayman deysan qiziq. Men shu gapni men g'uljig'ir taqtaman. Çolpan geldi ne herkes köymenglar. Diqqat yo'qdan chiqirib olsam hala o'zinikini kesib yetadi ekan. Anvar aka meni o'xshatqayni taqatmasa mumkin emas. Men yo'q deb o'tirang cuma. Ha, xotirjam o'tirang. Siz qo'pmang aka, oyoq ko'tarilib ketirgan chiroq. Anvar kamiga mesaj ektemsi ya. Madem sizni ektem mesaj aka, o'qishdimi azobnish 100 so'm pul yerma. Ozat hakkıyla. Ozat hakkı verme, royit bilen verme. Beş adamdan o'qishdimi? Hozir 12 saat ishlas 100 so'm qarang. Unda 1 saat o'qishni nima bo'pti? Ya ondan sonra Velike'nin kırplı olduğuma getirsin. Ya bu Veli'nin başka yok. Veli'nin başka yok. Veli'nin ayalla çaylar qiyvasın. Ha, aşağıda oturup böyle kirgen çıkan ayallar hede ne çıkıyorsunuz dedi. Bana ermimarım. Var oranda şunda yarışıptı Veli sana. Bunda mal düşken. Hele keyin yukarı planına şoför. Mal işki yakındaki adamlar senin kanıtında oturup bakacak. Ha keynimiz geldiğimiz keynanda maya yürüp mağdara. Uyg'urlardan chiqqan tunji ushqchi xotin bo'lib ketdi. Ma programmada gap bo'lib ketmasa, Urumchining erlarning ayollari oldig'isi yo'q. Ya bu mu bilgende o'ttirib kiryapti deyman. O'ttirib kiryapti. Anvar aka madamniki. Ha, chat o'ttas qo'qitdi bu. Uyda mashtaq emasmi, cho'nglarni o'tirsizlarga. Jutsa sen yalnız cümle verirsin. Bunun şu hedem bilen aç akamın oturluğu düşüyor. Mesela özara şerik olan paydak cümlemiz. Siz qandayroq bo'lyapsiz cho'ngam? Yaxshi-da. Siz sizab bo'lgan rasmda o'tirsizlar. Ha, yenangizga mana ikki xonim siz qarab bir xil huzurlanmay o'tirdi. Huzurlanma. Mona Lisa'ning aykiga qitib. Çak qısa bir xil ağız bununda su aqırda işler yo'q. Ha, qiziqchilik demaydi bir soat chaqchaq tong'at kuch doktorxon so'ray jurmaysan. Shundan cho'lpan keldi, o'zgartib bemor keldi dedi. Hani savollar yetkilamdi. Sen qaldın ki özən oxşdu. Ya qo'shyapmi deb qilyapti bir o'rim bo'lmasa. Ekran oldikilan so'rab chiqib ashlarni o'xshatmay. So'rab televizorning kayni ichitonlar joyda chiqib ketdi. Ya Anvar aka bo'ldi bu sorun uchun bunday gap ba'zida bir chatdan oylantirib chashim chaqchaq qilmas. Ba'zida bu Anvar akamdek bir odam bo'lsa yetidi. Yetidi. Manda odamlar chaqchaq ko'tirdi. Nimaga degan kirganda Anvar akamning chiroyiga bir xil mang chaqchaq qilar degan chiqib ketdi. Ha ticaret emas, xo'shallikning asosi chiqibdi. Mana hadimizli buni pultab deb uri boshda qo'yib qo'yadi. Ras. Qarshi tarafim xo'shulsiz deymi Anvar aka? Ya mizaqla. Men birdan gapiraymi? Ya zerikdingizmi? Kerak yo'q. Voy, madam ko'ndi. Anvar akam esilka mana sizga chaqchaq o'git qo'yma. Beribli o'qishdan ayda. Ha, Anvar. Rahmat sizlarga. Çıktım aka. Ya ba. Ya bama. Ba, birinden paran qilishamiz Ya şundayım ben şu muşunchilik mi demiştim. Endi men sen ağzımda o't chiqirib qo'yaman.
Demek aka, mesela şu o'qishda chaqchaq qilish hammasi şu sorunninki, şu faoliyatninki yoki şu sahnaninki bir kayfiyatini ko'tarish uchunlamg'u. Ko'rmalarga, tomoshabinlarga bir xo'shal bo'lsa, şu azroqgina bir 1 minut, 2 minut yoki 3 minut qong'icha bir ichilib, yelib o'zimizni bir qo'yib kulib olsak degan maqsad qilyapmiz-ku. Bu yerda ko'ngliga avilish ishlari bo'lmasin. Yo'q. Şonlaşqa hammasi bir chaqchaq-ku hisobda. Shunda bo'lganki, menchi ko'rmaldirimiz, tomoshabinlarimizmi to'g'ri tushunda deb o'ylayman. Ba'zan ko'rmaldirimiz hamda ajab zanglik qildi deb o'ylab qoldi, lekin buning javob chiqib bo'ldi-ku aka. Chiqib bo'ldi. Demak, hamda menami deb qo'ydiganim, menami tavsiya qildiganim shu, bu faqat ko'ngli yetishning bir turi deb men mushta kesib deyalayman-chu. Men yaqinda ozroq bir faoliyat ishlari bilan men o'zim bu jutlarda bo'lib qoldim, ko'rliga tushdim. Ko'rildiğini bıçağı düştüm, bıçağdan yenip şununki Xotanga vardım, Qashqarga vardım. Ko'rliga kelgan vaqtida men bir balla işte bu dasturxon silib chaqiribdi. Bu yerda o'tirdim, o'tirgan vaqtida Qashqardan kelgan bir balla var ekan bu sorunda. Bu balla sorunda o'tirdi-da, işte o'tirdi-da bu. Onun sen külmemse dedim. Ben sorun kirishdan burun hammamizdan chiroyli bir sepsiy vitamincho. Bir qarab etib, eşad meni bilan kirgan bir ikki inimiz vardı. Shu ikki inimiz chatda o'tirdi. Bu Qashqardan kelgan balla shu dedim, "Ma ikki inimizni deb kelgan Ko'rliga. Sizlarla esralashganligimda xo'sh bo'ldim" deb bu yerda saq 1 soat chaqchaq qildim men oylandirib. Chaqchaq qilgan vaqtida bu balni keyin kul ketdi, men Qashqardan kelgan bal. Kul ketib, ertasi telefon qilib kelibdi, men tamoq yegan bo'lsak deb o'zi tijorat ish bilan kelibdi ekan. Aka demasam, men mush ili chaqchaqchilikdagi ili chaqchaqchilarninki mush xalqni zanglik qiladi. Bulayli xalqni bir xil kamsitdi deb o'ylagan. Unda emasga. Siz ilidan chiqibsiz, menga kelib chaqchaq qilyapsiz. Men qaradim, oqshom kecha bu bal bir cho'ng yani o'qib kelgan bola ekan bu-chu. Kecha men buni tahlil qildim deydi. Tahlil qilib ishda qarasam, ikkisini toniydi ekansiz deydi. Buning ichida hech qaysini tonimdingiz deydi. Qarsak, ichida bir cho'qon chiqib ketdi. Ola, "Yo, laqimini tepib oldingiz" deb ishda davatidi. Endi u yerda siz o'ylantirib qilgan chashim chaqchaqda men aqlim hayron qildi. Birisi uydan ayoli bilan vaqlashib keldiganlar badu aka deydi. Birisi turmush o'g'andikin egizpas bolalarning g'am qayg'usida keldiganlar bor. Birisi jamiyat birasi bilan egizpas surkilishlar bo'lib qoldi. O shu har xil muhitdan kelgan 20-30 kishi 30 muhitdan keladi bu yerda. Boshlarni hammasini kuldirib atdan aka, men haqiqatan qo'l qo'ydim deb shu bu bal shu gapni qilgan. Endi demakchi, bu chaqchaqda hargiz keraklikni birsini tushirish emas. Nurg'ulg'an jutlar bordi dedim, hozirmish aylanib keldim. Shu kishilar bir xil xo'shallikni topish kerak ekan. Endi demakchi, chaqchaq hargiz kishini tushirish emas. Chaqchaq madiylash, bu yo'lchining madaniyati orqali elininki chaqchaqchiligini bir rivojlantirish. Demakchi bo'lgan gap ko'rildi nashb chiqdi. Bu ko'rillik liyaydi deydigan ish emas buni. Butun mamlakat xalqimiz yesi bo'ldi. Xotanning gelimini xotanlikla selish kerak emas. Hamma jot selish kerak. Chunki chaqchaqni elidan paydo bo'ldi. Bu elidan chiqqandan keyin buni har millat xalqining huzurlanish kerak. Nurg'ulg'an shu qarindosh millatlar, shu Uyg'ur millatining ichida cho'ng'ollarmi? Men hatto chaqchaq qilib bir qozoq bolaning maslahatchiga qatnashgan. U qozoq bola shu G'uljiningki Mo'ng'ul kira noyisida maslahatchini qildi. Shu vaqtda ashnaga berib, mayaqda 20 da qozoq bola, mayaqda 20 da Uyg'ur bola ishda o'tirib chaqchaq qilgan. Keyin shu o'zimizningki G'uljin noyisida tungan bolalarning maslahatchiga qatnashgan. Bularma o'zining tungan og'ilari bilan xuysulalar o'ynaydi, yana Uyg'ur bolalar bilan oyna so'rovlarga qatnashganda. Demakchi, bularma biz chaqchaqni tushunib ketdi shu jutning kishilari. Endi butun janub tarafniki qarindoshlar buni tushunish bosqichida ham bizmi bu chaqchaqni sahnalashtirib ib chiqyapmiz. Kulganga nima yetsin? Bir kun biz xo'shal kulishimiz kerak deb o'ylayman. Barliq do'stlarga har vaqt Onda olsa keyingisiga o'taydim aka. Mush fursatda seni yaxshi ko'rmaydigan kishilar nimalar degan bor? Men menda bir ishga hayron qolmayman-ku. Yaxshi ko'radigan kishilarimiz bor bizni. Yoqtirmaydiganlar bor. Hamma kishiga birdek islop yashab bo'lmaydi degan bo'lmaydi. Chunki ular hamanan bizni tushunadi-ku. Endi bizni tillasa o'jat ishlarga bakmaylik qilgandek, u andamanda bo'lib ketmaymiz. Bir she'ri botdi. Tillasa orqamga vaqtim maqtasa arildimga men bo'lmadi batmash bilan misqal chiqarim tillasa, hemen yomoni shu hammadan o'lganda xalqim tillasa deb. Shu o'lganda tillas yomon deb o'yladim. Hayot vaqtimizda tillas mayli u ishlar cho'ng bilmaymiz. Demakchi, mush G'uljiniki tekasda mushta bir ishga nim bor. Ashna men nurg'un qitim o'zim o'ylaymanda, birisi oq, birisi qorada. Buni mushta bir yasabdi bir munarni. Oqlikning kendi cho'qim qarava. Meni nurg'ulg'an kishilar
yaxshi deb javdat deb ma egizaraq bo'lsa ma kaynim tillaydiganlar manchilik bo'lsa men bu ishlar bekili qilgandek afsunib ketmayman chunki o'zimning axloqi o'zimning kasbi orqali rivojlantirib xalq yana xushallik versam oz bo'lsin qo'limdan kelishicha yaxshiliklarimni qilsam xalq yaxshi ko'rdi deb o'ylayman ammo o'zimning qimmatini o'zimni to'kib olmasam hargiz keraklikda boshqalar meni yevlar yakson qilib bo'lmaydi shundaqmi Ya buga his qildim, lekin hurmatim ashta Jumaka to'g'ri tanlabdim. Nimaga kelib praktik qilib boshqa birsini qilaydigan Ne sendeki de bir sıvak hazır. Az kesli ortamı boştsa. Keyingisi ondasa. Seninki hazırgıca hayatında en afsuslanarlıq bir işler bo'lganmi? Ökünüdüğen bunda bir işler bormi? Ben oliy maktab o'qolmay qoldim ku. Shuning o'kiniman. Balkim shu oliy maktablarni o'qigan bo'lsam, balkim yaxshi bir sakllar javlan qila olg'aydim deb o'yladim. Yana uningga men deb aytibdi, balkim mening peshonamga yezlig'ini shu dedim-yu, yana tirishdim bu yo'lda-ku. Tirishib mana shundaq güzel sakllarda sizlardek inlarimizningki taklif qilish bilan Abdumrayin olsun, Nurg'ulg'an mana shu Ablat Abdurahimga o'xshash akalarimizningki e'tirof qilishiga erishdim. Yana birisi o'zimning yurtdagi qarindoshlarimizning qo'llab-quvvatlashi, urug' tuqqan do'st yaralarimning elidagi chaqchaqchilarningki Ebekam deymiz, Farhodkam deymiz, ismini tilg'asak Nurg'ulg'an chaqchaqchilar va shularning e'tirof qilishiga erishdim. Bekkili qilgandek o'kindiga ishlim oz deb o'ylayman. Shuna o'z cho'ng bir g'alba. Shu o'z cho'ng g'alba. Ondasma kengisi götürmek lekin çokum raske qavatsa hamda tikim raske qilishini. Ammo mening 100% rasi bor edi, men to'pan gapni ko'rganda jiq yog'an so'zlagan. Kim yog'an so'zladi? Deb beraka hozir to'pan qildi. Kim yog'an so'zladi? Rozaxon. Yo'q, Rozaxon ras gap qildi u men. Ashdan ichida shu haqni gap qilsan, eng senmikin deb Sen pul tepishni maqsad qilib turib chaqchaqchi bo'lib qolganmi yoki o'zingniki qiziqishmi aka bu? Hey, ma gapni qilib qolding qaraq, menda gapchimi? Aslida men mushu gapni yig'inchoqlayman degan chaqchaq orqali. Abiy men sana dedim, G'uljida shunday haqqa keldik desa, dasturxonlarni yoydim dedim-ku. Chaqaga vaqtlarda men so'rullar bordim. Bağa vaqtda 20 so'mga turdim. Shun ba'zi berdi, bumsi bermaydi. Men behjapa chekkan bu chaqchaq yo'ldim. Nurg'ulg'an so'rullar qatnashdim. Ba'zida işte biz G'uljida hozirmaydi oyoqlar o'ttirdik. Bizning G'uljiniki yezi qishloq shaharlarda bo'lsin, biz ilk badashqanni qurib erkakdek o'tirimizda. Eşadi shu so'rinni kirib chiqcho'g'arliqcha oyoqlarimizni selyapti emasmi? Oyoqlarimizni kiyib ketdi. Bir kuni bir yezig bir maslahatchiga chiqdim qara. Yezig maslahatchiga chiqib, işte bir qiyqas cho'qan chaqchaq so'rin oldi. Bir orliqda bu yerda bu muzik chalgandek ejam deb bizning muzik chilindi. Chiqsam oyoqim yo'q. To'ygan baliq chaqirmay kelasizmi dedim. Bu oyoq yo'q ufka. Sen oyoq ipray aka dedi. Ya bo'ldi oyoqni ipama. Apana lanxiy olmasin. Ichni berak kiyib ketdi. Shuni keyin shu lanxiy bilan qaytib keldim-da. Qaytib kelib endi yana bormaymi dedim. Bir o't bor bu yerda. Endi pulga chaqchaq qilgan bo'lsak, balkim xalqning nazaridan rasmda tushib ketaverdik. Shu bir qiziqchilikda hozir Burun qiziqchilikda olganmisak, hozir xijolatchilikda. Xijolatchilik turmushdagi xijolatchilik emas. Bizni e'tirof qildi, ozdir ko'pdir bildi, tushandi, xushallik izdigiski bizni izlaydi. Pulni degan bo'lsam, balkim tushib kelishim mumkin. Shu mezgillarda yangi chaqaga vaqtlarda G'ul shaharga 2010 akirdi dedim bu. Necha bersa, anda beramsa, manda beramsa, u vaqtda el to'nmaydi qara meni Nurali. 100 qo'y kirgan qo'y ichila, qilmamiz chaqchaqni. Hatta aşında qilganlar bor, masalan, boshqa bir chaqchaqchilarda har xil odam keladi qara. Men nomus qilgan shu chaqchaqchilar tushib ketdi, elning nimasiga chiqolmay qoldi-chu, bunda sharaf munbirga chiqolmay qoldi. Shu vaqtlar bo'pti bayrog'ini bergina. Hatto o'zim qira qilib, o'zim chiqib ketgan, pulning gapini qilib kelsak, balki mening makullarim kelmaydi. Men beshida odamiylikni qo'g'lashdim. Endi pul meni qo'g'layapti, majatdan qo'rqmayman. Pulsunu qo'g'latdi da. Hozirgacha. Men 5 yil pulni qo'g'lab olganman, bayram bo'lib ketdim. Ilam qaytgan rozi qilsa bilaman. Şu niye onda boğuştuk ayaklarını kiyoldu ketsem ne çıktım bir şanda ötüyor. Ayaklar. Tekin malı meyedin. Mal meyedin. Yani bir ayağım battı o meyedin boğuştuk diyor. Yaqindan yaqin biz ko'ryapmiz oxirgisi ya. Ancha-muncha rol olgan filmlarning mo'ji qilib qoldi aka yaqinda. Mishada naq maydonda aba o'zingmi deding aka. Hojatda meni qobiliyatim, iqtidorim bor. Nerede? Deding aba. Men Serhat Cho'g'an ham bilsizlar, traktorning roliga yaman.
Şuna hazır şu naq maydonda ko'rmallarimizga, tomoshabinlarimizga azroq bir xo'shallik berish uchun qisqa bir etod shaklida bir narsa o'ynab baqayli deb o'yladim aka. Bu har bir sonda qilinayotgan buyruq. Har qanday odamga. Yomon jiddiy go. Endi qilmay kirib birdan berimda mo do'stlar o'tdaga vaqtini mo uni bir repeat qildigan ish yo'q. Mo ovqatni tuyuqsiz. Yo bu tuyuqsiz sanaymiz shunda. Mayli qilaylik. Juraf kam. Ma bugungi kelgan, ma chet eldan kelgan dаңлық savdogar degan. Shunga mening gapini menga bir to'liq bir payziq tarjima qilib bergin. Qanday ish bo'lsa men o'zim rozi bo'laman. Pul topganman, men tilni toz o'rganmabdi men. Chet ellik qo'ymikan, o'zimla buni. Qanday avvallayam? Aka, avvalon sen o gapni tushunamda. Halo? Halo. Yaxshimi deydi aka? Stop piling. Selam. Nima bilan keldinglar deydi aka? O'tganki malni men mushuni bilan to'xtamlashgandim degina. Shuning qanday mushu nim deydi, nechidan oladi shuni bir degina. Is core miss is play today is monkey is to khatom. This for you what? Qaysi saniyada bu isim olamını aka? Voy o'tgandalik sud saroyda buni bilan to'xtamlashdik-ku sen. Men to'xtamlashmadim aka, sen to'xtamlashmading. Tonamsa demamsa bu buludo bu meni. Seni tonamsa dedim, men tonamsa dedim. Meni tonamsa seni makil qadasi tonaydi u, meni tasib tonuvasi gaplarni. İsmim aka? İsmim Javdat. Is my name is Javdat is Mark is Punky is Who are you? Kim o sen deydi? Ye men Javdat bu men nimdaydi oyga chiqqanmi demdi birindaydi mal gaplarni qo'y. I am Javdat. Javdat? You Javdat or that's Javdat? Sen Javdat bo'lsang bu kim o deydi? Meni Javdat demamsa sen pul topding bormi yo'qmi men jiddiylashtirib. Ya aka men gapni tarjima qilib beryapman. Is pass is Javdat is my is no. Respect with Javdat? Just no. Yes. No way. What Javdat? Malli deymachi momana merdiva. Javdat. Pis Javdat. Are you Javdat? Yeah. Ishqoning bir aklatgan qo'ldan tushib ketganimi qo'y. Yo sen tushunmasan, yomon tushunmiz bu gapni. Ya ma'u sen Javdatmi deysan? Ben sening gapingni tushunmam deb bersam men Javdat desam, bu sen Javdat emas-ku, sen bilan qachon to'xtamlashgan deydi. O'tganda mallar to'g'ri qog'ish to'xtamlashdi. Shunga skladga mal besilib qo'yapti, shu qachon ipmadi meni desa so'ramamsan uni. Hey, please. Or no time. Chris Baum. Ya men chaqariq bo'lsam bo'ldi, vaqtim yo'q deydi ma'u. Tamoq yeydiganmi ya? Is my can eating? I'm not eating this time. Xapulavatida qachon tamoq qapirsa qo'shdan chiqyapti deb aka. Voy bo'ldi chataq. Langma yegisizmiz degina manaqa. Is my cheese? Langman nim deydi? Langman nima? Lamen deydi aka. Men tandim degan emas eni. Is my cheese is my sweet please pop it on is mile lamen. This crane of no. Qat'iy tonimi desizlarda ish qilg'isiz bolalar ekansiz deydi aka. Qanday tushgandan to'xtamni? Sen tushunmaysan buning gapini men ahmoq mishak ekandim degina. Ya aka sening gaping shu peti deb beryapman bu. Bu qilib meni tonimayman, sen bilan xato tuzishmagan deydi. Ama demişim ben bunu xatom tuzishmagan tursam akamda. Bas gap qildi-da bu. Sen osh to'g'ri degan ham shunaqa degandir. Bu bundan men qachon to'xtamishim, qachon ko'rishib tunjiqdim ko'rishishim akam. Hey, I'm no time. This Javdat. Bek vaqtim yo'q, sen Javdatmi, Javdat emas deydi. Sen xato tarjima qilyapsan, men ish chiqib tursajmi, mal ashad beslib mangmaydigan ish kelsa shu vaqtda sen shuni bir zot sen Javdatmi, Javdat emas. Men shumi kimman? This is my Javdat. Manda qilmamsa, isni. My is Javdat. Mango. Oh, that's Javdat. Amni tunibdi aka, sen tarjimonlik qilmay sharat orqali qo'ynar odamni chiqarmayapti bu yoqqa. Ya aka, men abi xato huquqim qilibdi. Meni Javdat deb o'ylab qoldim. Are you? Is my is poor Pasha. Yeah. Pasha. Pasha. Okay, Pasha. I like Pasha. Hozir yaxshi ko'rmaydi aka. Sen Pashusan men qanma bu yerda. Ya aka, men hozir million so'mning gapini qilyapman men bilan. G'ashqash deyshi aka, mana qo'shqa ichki kelib qapilay. Sen menda ingliz so'zlab, mening vaqtimni olmay, bo'svog'i daftarga sen bir xarid chizib o'ynar aka, aka pul bermaslikni qazini esotamsan sen bu. Hozir buning bir
O'g'izini qaynattın chiqay bo'ldi buni bilan. Men o'zim o'tirib paranglashim buni bilan. Paranglashga gapni uqtiradi sana. 10 ming ko'p pul berish ig'ir ketmaydi. Tamam. To'xtab tur, sen kim degan bilan men javod aytman. Voy aman jiddiyleştirsinler ki sen başsızırdın. Vay sen boldu kılar. Çalıp iyi adam öldürdü de. Ticaret emas mani mehiyat vicdanı tug'izmaydigan qilib qo'yding. Endi aka, menda programmamizniki shu naq maydonda qatnashayotgan tomoshabinlarimiz, Urumchilik tomoshabinlar bo'lmasdan shu jiroq yerlardan mishaga yetib kelgan tomoshabinlarimiz hisoblanadi. Shundoq. Tomoshabinlarimizdan balkim so'raydigan savollari bo'lishi mumkin, deydigan gaplari, yurak so'zlari bo'lishi mumkin. Buning ustiga bizningki shu 2022-yillik Munavvar doktor tajdorligidagi Cho'lpon keldi programmasi emasmi? Munavvar doktor markasininki birlashma qurg'uvchilarining birisi bo'lgan Buxalcham xonimi naq maydonga yetib keldi. Qarshi Salam ekran oldidagi ko'rilmanlar, yaxshimisizlar? Men bugun Cho'lpon keldi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. 2022-yillik Munavvar doktor tajdorligidagi Cho'lpon keldi programmasi naq maydon ko'rinishiga qatnashgan barliq qaltis vakolatchilar, riyosatchilar hammanglarga mendan o'tliq salom va oliy ehtirom. Salam Javdatjon, bugun shu Cho'lpon keldi programmasida siz bilan naq maydonda yuz ko'rishganligimdan intayin xushal bo'ldim. Rahmat. Davomli meli televizorlarda bo'lsin, meli Cho'lpon keldi programmalarda bo'lsin, hamma xalqimizni kuldiribla o'titgansiz. Ammo shu o'ydimi ayolingizni shunday kuldirib, yig'iltib kirimlarini buzib o'tadigan ishlaringiz bormi? Shu uydagilarni so'rama uni. Men biri oilada ko'pincha ba'zi bir ishlarni chaqchaq aylantirib olmayman-ku. Oilada erlik majburiyatim bilan otliq majburiyatim bilan yurma. Oilada shu kelib qolsa ba'zi bir jihatdagi qiziq gaplarni deb qo'yma, ularni hamda hozirlansin, xo'sh olsin deb. Chunki ular mening japarim tatayotgan kishilar emasmi? Anlasam shu sizning g'olji tarafda intayin shu qabek yog'di deb angladim. Shunga sizningki bayamliq o'ltirib qo'pishda qolsam sal ballaringizni hamda bir tutganda qildingiz. Shunga men bizningki shu Munavvar doktor chaplaqlarimizdan bir yurish so'qinmoqchi. Bak ko'z chaplaqma. Bu haqiqatan esil mahsulot bo'ldi bu. Men ko'z, til, badan charchaydi-ku. Keç-keçilab yurimiz. İşlaringlar texim o'ngishli bo'lsin. Bizningki shu Munavvar doktor suyak sog'lomlashtirish maslahatimiz bo'lsa, na og'risa shaga chaplasa unum qildigan revmatizm, zing, ballon burtqisi, yo'ldin so'g'oqdan bo'lgan har xil suyak kasalliklariga alayda manfaat qildigan qo'sh unumlik maslahatimiz bo'lib, har qanday ko'rmalarningki ishiltib beqishni chin ko'nglimdan tavsiya qilaman. Rahmat. Bizniki Munavvar doktor maslahatimizniki yana birisi bo'lsa, shu jiroq yaqinni ko'rolmaslik, qichishadigan, yonchoq go'sht o'sib oldigan, qizirib oldigan shunday ahvollari qarta bizniki shu intayin yaxshi bo'lgan ko'z chaplaqlarimizni tavsiya qilaman. Hammanglarning ishilib beqishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Ben hoş buldum zaten. Qandaka boshqa ish ishlamsamdi? Mana orliqlarni qistirib qo'ygan pul yo'q. Ben mana eng esli suvat bu bo'ldi deyman. Mana men Munavvar doktorninki chaplaqlarni tizlag'i chaplab, ko'zlariga chaplab, texim ro'shanlashtirib, xalqni aniq ko'rib, kimninki g'am qayg'usi va kimninki beshida ig'ir yuklar va shuni bir yengiltish uchun qarab, texim xushalliqqa taqilishga tirishmanda hamda. Rahmat. Ig'zon chaplanma juma kamani yo'qlik qilmoqchiman so'zlarni. Va yo'q, uni Anvar kamda boshqarib Abduvali. Shu kompyuterni bekor tizimida atiq bek o'qishni ketdim. Ancha-muncha tordashlarniki bir savollari bo'lsa, so'rmoqchi bo'lgan. Shuni bu vakolata yetkazmoqchi shu savollarni. Hozir bir so'rab baqsizmi? Nimni so'raysan? Men so'rayman. Bir tordishimiz debdi, Jadadqa yaxshimisiz?
Abaytı yaxşı his qilishimcha siz bek o'riq ekansizmish. Badan qiyofatingizni o'zingiz bir harakat qilib saqlab keldingizmi yo bir maxfiyatlik bor bundan deydi. Ikkita. Ikkita emas, o'riqning ichi yo'riq degan gap bor. Ya sen amma qatarsiz o'zgartibsan aka. O'riqning ichi yo'riq emas, o'riqning yuzi qo'riq deb gap bor. Bas chiqin cho'riq deb. Kilo sanım deytaymi? 70 kilo kelma. 70? Ne bo'ldi? Kirib ketgandek turaman. Shu chaqchaq yo'liga kirgandan tortib, men nurg'ulgan kishilar ta'lim tarbiyalarni qildi dedim-ku. Turqonning o'zi bir san'at deydi-ku menga. Men mush kiyim-kechak madaniyatiga bek diqqat qilaman. Chunki mush turqimiz kishilarga bir estetik zo'q ato qila olsa, kishilar bizning ichimizdagi bilimdan, ichimizdagi gapdan huzur ola oladi ekan-ku. Nurg'ulgan chaqchaqchilarimiz o'tdi hayot yo'lida. Bular izchillikdek o'zi bilan qaromay qoldi-ku bular. Şu es xiyaldı zadım işte dakika şu xalq üçün qıldık. To'g'ri, xalq üçün qılıyatımız eng beshida inson o'zini söyish kerak-ku. O'zini söylamagan odam boshqalarga mehr muhabbat ato qilmaydi. Shu men o'zimning tan salomatligi shunday yaxshi azraymi badan go'zallik harakatlarimiz bor deyman. Man chaplagandan ko'ra meni. Lekin bektedan xalqni suyib Anvar kamdek suyalamsa, ma Anvar kam 7-8 xalqni yig'ib suygan ekan o. Ya hazır Anvar kam suyishni taraqqiy qilib ishlaydigan bo'ladi. Ma Anvar kam yo'g'on nima ekan bu odamlar. Bu mandaylar jumasdan ko'rilda sen nashbit yig'ita akay. Ras. Ma Anvar kam odatli xalqni bir bog'lam qilib qo'ysan bo'ladi. Biz bir taldan suygan bu yig'ib buroqni suygan emasmi o? Dikat sam tursa ama velin suyup netpis kıprak. Sorayman mı bo'ldi? Sonra sen bir kavgan dikir. Yanlar tortishimiz debdi, jadakka yaxshimi? Hamish yaqinda to'y qilmoqchi. Maslahatchimni chaqiraydigan qanday aloqa qilishman dedim. Nechi pul bo'layotsa hozir. Biz u vujudlarga maslahatchiga chiqib qolsak hamda. 300 deb yomotdi. Menga 500 da rasm yetishib kerak. Men izdis bo'ldimi, qatnashibman? Qanday izlayman? Telefon nomerimni deyman. Ya ishimiz boring deb qo'ysan qolsiz bo'ldi. Baha demaymiz. Eng adil baha xalqniki chavoki qag'an sag'an pulejimi? Pulsamiz razımaysiz. Pulsamiz razımaysiz. Nurg'un to'ylar qatnashdik. Hatto biz pul xashlab og'illarning maslahatchilarini qilib bergan Nurali. Isil. Yaqinda to'y qilmoqchiman. To'yanmoqdi ya. Bulamala o'ylashib ketdik valla. Men ipray bo'ldi. Das meshadik ayollar bilan qo'yib mani xamchay qilib baraylar. Bir berib degandek. Siz el cho'pringa deysiz. El cho'pringa. Siz yomon yo'g'onkansiz ya sizni to'yga so'yib yutamdik ya. Açatdik adam sandig'ini olsa Nuralininki. Mavzik Shanganninki. Biz maqudi tarafdan rahmat. So'rg'ina bo'ldi dedi. Ben welcome bunu söyleyecek. Salam ekran oldidagi barliq ko'rilmalar. Salam bugungi so'rinimizning kulturgisi. Rahmat. Qiziqchisi, chaqchaqchisi Jodat. Rahmat. Mendan amallar o'tmoqdalar va nurg'un chaqchaqlaringni anglagan ukam. Şunu bugünkü çaqchaqing manga ait keldi. Men mo xo'shallik topdim. Lekin bu chaqchaqning nimaligini men burundan tushungachga Jodatdan bugun qo'shib qoldim. Şunu shu munosabat bilan yaqin orliqdan bir qatim ko'rishganimdan xursand bo'ldim. Sen shu chaqchaq qilgan so'rilarda chaqchaqing ig'ir kelib ketib, so'rindan chiqib ketganlar bormidi? Mesela Anvarkan demek met qasdı qaldım abay demekçi-de. Ve açtan kısım bolandı. Demek ben hem de İsamkamdan çaqchaqlardım oltuğan. Ebelandan çaqchaqlardım olturup baqqandım ço. Ma'nada Mana çaqchaqlar normal bir faoliyatdak bilindigan bo'lib qolgan. Lekin 3 kundan keyin vursiz. O'tasangiz bo'ldi, men deb
10 yıl oldu bu çakçak 10 yıldan eşipti. 8 yılın aldığı deyman. 2012'si deyman G'ulcida. İşte bir sorunda bir ürümçilik var ekan, şu G'ulca xizmati shu bilan bo'linib. Ada işte nimensem, mening işte maslahatchimni qilatdim, shu maslahatchim qatnashmagan bo'lsang dedi. Bo'ladi deb shu maslahatchiga qatnashdim, qiqqas cho'qqan bu yerda chaqchaq qilyotdim. 7-ci ay mezgilda bir orliqda 2 bal kirib keldi sorunga. G'ayri kiyinibdi deb bir xilda dankola bilan kirdi bular. Bu yıllarda zincir bulanın. Bunda adam deyip basak biz neçki oynayımız geldi de kirişiklilik ikisini okşattım da bir yerde. Çoğan sorunun içi. Saz oğa vaxtadı bir arlıqda bu balla yok da. Toyuğan bal o da işte dinlesem. Ürümciden geçik ağınam diye. İmol desem. Hem de dikkat kılmışsan çakçakta da. Özüm şu yerde bir acayip bir kılılık bir yalnız bulup kaldım da. Ben aş G'uljining balları edeptim ben de bunu mimarlığını okumayma. Keyin u balım aş Ürümçi kayga vaqtimda aş baş ağınız arqılıq men telefon qildim. Mening bir yerim çünkü men xo'shallik berayotgan ekan aka bir odamni xap qilib qo'ygim kelmaydi-chu. Aş ağınamga telefon qilib, telefon adaş nadasan desem men Ürümchida dedi. Ilq ağınamni chaqirib chiqqan bo'lsang dedim. Ilq ikki balni chaqirib chiqibdi. U ballarni ko'rishdik. Ko'rsak ularningmi tunji qitim elining soruniga chaqchaq anglaymiz deb baqirdi. Ularni men gadan keyish to'yg'iz etdim-da. Nereden bilemen Allah'ın G'uljilikligini endi ularning payjodi bu işin erigan bo'lmasa kechirim so'rdim. Sonra kim bular sen kechirim sorma dedi. Mana o'g'ilvolchiligi sen kechirim sorma. Hadi singillarimizni o'xshatmading yo ota-onamizni o'xshatmading. Bizning kichigimizni sen bir qamchilagandan o'ylab baqsaq biz xato kiryaptik. Asl unda sorun deganga tirishdik. Qiqas yo bu ishtallarimiz bilan kirishimiz kerak deb biz keyin kirishga nomus qilib yenib keldik dedi. Xapolmanglar deb qo'ydim. Endi shunda bir ishlar bo'lib qoldi ekan sorundichu. Keyin ma sorun tadrijiy masalan ajinda esil jamiyatga kishilar bilan ko'rishgandan keyin men degandek musafir deb ham u bolalarni musafir demam shu yurt mehmon bo'lib qolgandan keyin shularni biraqir bilishimiz kerak ekan. Bunda qarab ham bu yerda hammasini ko'rib bo'lmaydi. Ashta ishlar qattiq diqqat qilsam bo'ldi deb keyin bizni sorun jamiyat tarbiyalab akeldi aka. Shunda chiqib ketgan, ular chiqib ketmaydigan ish yo'q. Oyoqlarimizni tashib yotgan. O dedim o aka shaxsan. Chunki ularning qavatini chaqchaq tapimiz bor. Salam ekran altidagi ko'rmanlar. Men Rozguldan hammalarga o'tliq salam va eng oliy ehtiromlar bo'lsin. Jadidga siz aytayotgan bizni kuldirib zot ko'zlarimizdan yoshlarimiz yiqib ketdingiz. Hammamiz bek hayajonlandik. Endi turib siz o'zingizni musha hozirgidek cho'ng saharlarda o'ltirgandek his qilibchi, tushlaringizdan chaqchaq qilib mush uyatga ayolingizni, bolalaringizni uyg'otgan ahvollar bo'lgan. Göylemse yadırlayıştı. Kallağınızdan dağ mı deyin gel. Çok acısı. Mikrofon bilan vaqtli qo'yib pul tushirib qo'ydim. Bo'lmadi meni. Biz kecha ishtalansak, nerede tushib? Odatda kashqurunliq bo'ladi to'ylarchi. Biz kechida, chaqchaqni kechida qilamiz. Endi hozir deb qoldingiz, bir kechasi masalan joydan qaytib kelib qara. Bir soat 5 minut atrofida shu bir xiyollar agidida kimga birasi bir yig'iz mundaq gap qilib qo'ydimmi? Apla anda deb qo'ydimmi degan bir ideyalar bo'ladi. O'ylab, o'zim ash qilgan chaqchig'imni bir kunlik qilgan faoliyatimni bir kechining ichida 1 soat uxlag'ich o'zim toz bir yakunlab etib, undan keyin xotirjam uxlayman qara. Bugun mashta qilgansanda? Bugun mashta qildim, chunki ig'izdan chiqqcha so'zni odam boshqardi, chiqib qolgan so'z odamni boshqarib qo'yishni istayman men. Shunga kishilarning ko'ngliga azor bermasam deyman. Ablat Abdurahim akamizninki bir gapi bor. Eli chaqchaqchilik deydi. Bu tadrijiy taraqqiy qilib ustozlarning iziga varislik qilib kelayotgan yoshlar bor. Buni ustozlar bir buyuk bir güzel sanat bizga hozirlab tashlab berdi. Chunki eli chaqchig'ini taraqqiy qilishda bizda eli bir gap bor. 30 o'g'il 9 qiz deb ta'riflanmoqchi. 30 o'g'il degan gap shu chaqchaq sorunning 30 o'g'ilni huzurlanmay, shu 9 qizning shuningdan bir hassi bo'lish kerak. Seningda xushchaqchaq yigitlarni, shuningda xushchaqchaq kishilarni mushunda esil güzel xonim qizlarimiz, onalarimiz tutgan mashlarni kuldirishing kerak dedimizmi? Vay, chaqchaq ayollarning ishig bir umumlashib ketsa bo'ladi. Ay, qazichilar turistlarniki to'shaq pul tushib to'ldaymiz. Salam Javdat efendim, hoş geldiniz. Rahmat. Sorsam şu sürekli geliş başlanıştan burun da Javdat efendim keldiken dedi. Bu Qozoq mıdı? Ben içki körümenlerden sonra kısmaz soğan diyor. Ben söylesem. Mening ismimga qarang.
Acayip jiqi bek qiziqdi, bek heves qildi-ku. Qani o'tirganda esa. Kim qo'ygan akam ismini? Biz jin taranchilari eliniki-ku. Endi bu ismni buvam qo'yib etkanda Javdat deb. Mesmi yosh. Javdat degan ism Joma ozjimi? Janub Shinjongda mumkin emas qo'ymaydi ekan bu ismni. Shunda sen de lavaylı mı? Javdat degan ism G'uljida yo'q. Javdat Yebi degan ism yo'q G'uljida. Ya mantiq bu ne? Laqam deb o'ylabdimi? Ya laqam emas, Javdat degan ism. Keyin men ismimni toza nimalardan cho'nglardan so'rsam, layoqatli yaxshi er deganman degan. O'zim davosini bo'ldi. Kim dedi aşkım sana? Mo'man buvam deb O'zim chiqardim dedi uni. Javdat o'zini asli ismi. Yaxshimsizlar, ekran oldidagi ko'ruvchilar va naq maydondagi tomoshabinlar, hammanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugungi dasturxonimizning aziz mehmoni bo'lgan Javdatga xush kelibsiz. Rahmat. Mushu baytda yoqi hammalarga chaqchaqlarni jiq qildingiz. Meningki azroq telefonga yer bo'lib qoldi. Men azroq chaqchaq qilib qo'yamiki? Aşkılar çakçak kılmadız mı? Çakçak kıyamekinde bana bir kızıkçılık bir yenilik oldu mu? Nurgun kişiler bana çakçak kılmadı değil mi? Bana çakçak bu terbiye ama bu zaten. Sakanda çakçak kılın oldu iştahından seyretimiz tutat bırak açık oldu. Ya Kaşgar'dan jüt ketken Marko mu ya? Ürümçü kapısınızdaki. Azrak qoldi deydiğim o. Söyle til çaqçaq xumağı ketsə sen çaqçaq ukulğu ötmüsən. Mana mavaşdaq jigidi. Çaqçaq qo'yma ekan. Rastayımda yetlik so'rganda qilib Keşke yatqanmasın bir chiqdi. Çaqçaq. Heyli bir azazıl xotinlar va o'lgidek tayoq yesim yana yetib olib tillaydigan. Diyanlar bo'lishig chaqchaq qilsam, yana moyning ozroq qoldi. Ya mesela bugün mıydı sen otlamay, Anarkam otlamasa Anarkam bir suyup koyuyor. Çoğlar bağda ya. Ya çaqçaqdan şevkede deyip çıkırıp etken. Çok teşekkür ederim. Çaqçaq çıkırıp edip jüt qayerden? Koruldu. Koruldu mu? Sizin şagirdem. Sizin şagirdiniz mi? Ma bo'ldi ekan ma shogirdimiz. Hamon do'mbuloqqa akib suyib ko'ptirib yutibsiz. Yetdimi? Yetdimi qadar? Yetti. Qaltang to'shdimi? Ya lekin bo'ynimizni qilishli ekan. Xeyli kayfiyatni yuqori ko'tarib aytdi. Ma bo'ldi ekan ma u. Mening tek qonmidi deydi. Qandaq, hamda 10 minut o'tmadi ko'rdim. Yaqdan tuluq qilindik o'zi. Xotirjam bo'l, bu Munavvar doktorning karomati. Ma o'tirdik o'taga odamga bir momiya. Bu bana bunda sorun qaytmasdan mallarning chiqib ketagay to'ra qo'ysa. Koni havasının to'ngdak o'tasa. Bu hakkım mesela Anvar Kamg'lı ben sana chestayla qo'shib. Anvar Kamg'ı beritandiq ya bu odamni. Talaga chiqib bir tang o'ynab kirgan. Ma balis yugurib kirdi, dada tangsangning bunda qaraq yer ketdi. Xotirjam bo'ldingmi? Xotirjam bo'ldim. 3 tal yumir beray, 3 tal yumir beray. Akti buni ko'rliq kunda tamoqdan keyin iste'mol qildim. Bo'ldi. Rahmat sizlarga. Kesin bulduk. Tasavvur qilib baxmagan bir ishlar bo'ldi bugun ha. Bunchilik hammalarni unda telexturib yutdi deb rostga qilsam unda o'ylamabdi ekanman. Xiyolimni keltirib. Odatga ko'ribsan ketadi. Ya yaratmabdi ekanman. Men kirib shu cho'lpakada kirib shu seniki qanday qilsam bo'ladi dedim. Men Valini ko'rib maya qiziqdim men. Urumchida erlarning bunda go'zal o'qib ketdi.
Özellik işçi ağırdı ki elimdeki iş yügrep çıkardı. Aka 3 günde bir bunun da su yıkayıp Ish qilib qanday bo'lmasa chaqchaqim qilishdik qo'y aka. Shundoq. Rahmat. Shunda bir so'rinni bilib bo'la olganligimiz biz uchun bir g'animat deb o'ylayman. Buningdan keyingi ishtiroq texim yurishlik bo'lsin aka. O'ylagan shu arzu armonlaringga, nishonlaringga yetishingga meshada o'tgan hammalarning ekran oldidagi hammalarning tilakdoshligimizni yana bir qatim bildiramiz. Amdi akam shu oxirlashmaydigan so'ri yo'q degandek, bugungi san programmamizdagi vaqt cheklik bo'lib qolganlik sababli mishada oxirlashadigan bo'lib qoldi. Qanday bo'lmasin, hammalar o'rta xo'shallik topa oldik deb o'yladim. Oxirida so'raydiganim akam, masalan, bugun qatnashib qanday hissiyatda bo'lding? Bayatdan bir gapni deb o'tib ketdim. Xalq radio stansiyasida ishlagan vaqtimda men nereden bilmay shakirgin men 2 yil bo'lgan tursa degan gapni qildim dedim-ku. Chunki xalqniki bizning kutadigan eng muhimi tabiiylikni kütülgenço. Aldığında desem bu maytlıfkan. Beşida aldığında maqtı etkenmsem çaqçaq qılamadım. Abdüveli işkanlarda hakikaten söyündük. Bu programa bizle emas, nurgulluğa yaşlarının, hatta çoğlarının, yaşanğanlarının, hatta her millet xalqning bir qiziq ko'rgan ko'zur programmasi bo'lib qoldi. Tabiiy bo'lishimiz kerakkancho. Bek yasalmalik bilan kishilarningki xush yo'q. Bek yilqinodek yasalmada yurib ketganlar. Bu hamanim o xalq uni bir ko'rdikancho, ko'rib voy to'xtab turadi. Tabiiylik nimasi deb. Shu sening shu tabiiy riyosatchiligini qarab shunda qo'shilmiz, so'yinimiz. Bu bir xil men erkin ozod bo'lib qoldim. Bo'lmasa, sen mana bir programda faoliyat etsang, cho'qim men chaqchaqni yodlamasammi, yumorlarni yodlab, shuni men saran qilib yeta qo'ydim. Qanday qilmay, qanday tayyorlik qilamiz deb. Programmanglar Şinjan emas, butun mamlakat miqyosida bizlar emas, bütün her millet xalqininki yoqtirib ko'radigan esil nopuzliq, ko'zurliq programmalar bo'lib kelishiga chin yurgimda umid qilaman. Rahmat. 111 yuan qizil bog'larga erishish fursatimiz bor. Onundan başqa yana programmamiz riyosatchilarining kiyimini bo'lsa, Miras kiyim-kechak madaniyati chek shirkati alayda qo'llagan. Bovlardan Miras tog'dak qomatga qiyos Miras kiyimlari. Qanday aka? Yarishibdimi? Chaqchaqchimizni alayda qo'llagan o'rin qo'lji chaqchaqchiligi. Bugün şu Çolpan geldi programması arqılıq meniki çaqchaqlarımni izchil qo'llab kelayotgan barliq qarindoshlarımga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shundaq naq maydondagi do'stlarga, Abduvali, Nurali sizlarga, Çolpan geldi guruhidagi barliq jafokash xizmatchilarga rahmatimni aytaman. Men shu yo'lda tirishib, ozdir ko'pdir menga yaxshi ta'lim tarbiyalarni bergan to'kpikor akalarimga, iladagi to'kpikor chaqchaqchilarga, shundaqla mening bilan tang qurdosh, kasbdosh chaqchaqchi alog'ilarimga, urug' tuqqanlarimga, otalarimga köpten köp rahmetimni aytaman. Her vaqt, her çağ sizlarning xushalliginglar uchun Kamini Javdat Rafqat her vaqt tayyor qarindoshlar. Rahmat. Şolpan geldi. Men ketar bo'ldim, yari erzim bayan eylep gider. Erzim bayan eylep gider. Mihriban yar kaldı deyip Gunca gülüm kandıklar Günlerde zor yığılanıp gider. Mihriban yar kaldı deyip Gunca gülüm kandıklar Günlerde zor yığılanıp gider.
Rahmat aka, seni endi jumladan men yaxshi ko'raman. Tomoshabinlarning orasidami balkim sen to'g'riliq tushunmaydigan tomoshabinlarmi batdi. Mush fursatda tushunib oldi. Mencha yaxshi ko'rdinglar deb o'ylayman. Men tomoshabinlar, ko'rmanlar hammalar yana bir qatam tashakkurimizni bildiramiz aka. Seni yaxshi ko'rganligimizni isbotlash uchun Cho'lpon keldi. Marksidagi programmani o'qimiz bor. Mushni hadiya qildik. Yaxshi saqlag'aysiz aka. Hoş buldum Mirali. Abduvali sizlar ko'pdan ko'p rahmat fikirlarim. Cho'lpon keldi programmasini taklif qilganlar shunda xush bo'ldik. Mushu munosabat bilan eladiki har millat qarindoshlarimningki, xushchaqchaq xalqimizningki yana o'tliq salamini, shularningki rahmatini bildirman. Salomat bo'linglar. Mush ekran oldidagi barliq qarindoshlarni, mashadagi qarindoshlarimni G'uljilarga kelib sayohat qilib ketishinglarni, elaningki naq maydon ash go'zal chaqchaq paranglardan huzurlanishinglarni, elaning qaymoqliq etgan chaylarini, onalarimizning sizlarga salgan dasturxonni, otalarimizning sizlarni kutib olgan barkatlik dasturxonlarga qadam tekshirib qilishinglarni chin yuragimizdan umid qilaman. Rahmat.